Rosa bugun ish faoliyatimizni boshlab oldik. Ko'pchilik so'raydi. Navesli kachelarni, 3 kishilik kachelarni karkas holati baquvvatmi, ko'rinishi qanaqa deb so'raydi. Hozir sizlarga obzor qilib beraman. Mana navesli karkasimiz. Navesli kachelarimizni karkasi. Tepasida soyaboni, pastda o'tiradigan sovetlari, oyoqlari 32 lik turbadan bo'ladi. Qalin, normal, ishonarli. Mana shunday holatda bo'ladi. 4 ta oyog'i bo'ladi, bemalol ko'taradi. Hop. Terbanishlari ham normalniy. Sakon terbanadi mana. Bemalol terbanib o'tirsa bo'ladi. Mana. Polni karkas to'qib tashlangan. Mana bemalol 3 kishini ko'taradi. 4 kishini ham, 5 kishini ham ko'taradi. Prosta bu 3 kishilik bo'lganligi uchun faqat 3 kishi sig'adi. Murojaat qilaverasizlar, kimga navesli kacheli kerak bo'lsa, karkaslari ham kerak bo'lsa, tayyorlab beramiz.